Bugun men juda og'riqli mavzuni ochiq tushuntirib beraman. 6 yoshdan keyin odamni davolashmaydimi? Shifoxonaga yotqizishdan bosh tortishlari mumkinmi? Yoshi o'tgan, endi uyda qaranglar degan gap qonunimi yoki yo'qmi? Bu savol faqat pensionerlarga emas, har bir oilaga tegishli. Chunki bugun ota-onamiz, ertaga o'zimiz shu vaziyatga tushishimiz mumkin. Eng muhimi, ayrim joylarda odamlar maxfiy buyruq bor emish, 6 yoshdan oshganlarga qimmat davolash berilmas emish degan gaplarni eshityapti. Men bugun shuni huquqiy, tibbiy va amaliy tomondan tushuntiraman. Videoni hozirroq obuna bo'lib qo'ying, like bosing. Chunki bu ma'lumot bir kun sizga yoki yaqinlaringizga juda kerak bo'lib qolishi mumkin. Avval qanday edi? Odam kasal bo'lsa, poliklinikaga borardi, yo'llanma olardi, shifoxonaga yotardi. Yoshi katta odamlar ko'pincha terapevt, kardiolog, nevrolog, endokrinolog nazoratida bo'lardi. Albatta, muammolar oldin ham bo'lgan. Navbat, dori yetishmasligi, shifokorlar yuklamasi, joy kamligi, lekin odamlar odatda bir narsani bilardi. Kasal bo'lsam, davlat tibbiyot muassasasiga murojaat qilaman. Hozir esa vaziyat biroz murakkablashdi. Bir tomondan tibbiyotda protokollar, elektron navbat, oilaviy shifokor, to'r mutaxassisga yo'llanma, kvota, order, statsionar joylar degan tartiblar ko'paydi. Ikkinchi tomondan aholining yoshi kattalashmoqda, surunkali kasalliklar ko'paymoqda. 6 yoshdan oshgan odamda ko'pincha bitta emas, 3-4 ta kasallik birga yuradi. Qon bosimi, yurak yetishmovchiligi, qonli diabet, buyrak muammosi, bo'g'im og'rig'i, ko'z xilashishi, insultdan keyingi asoratlar. Shifokor bunday bemorni ko'rganda oddiy shamollash kabi qaray olmaydi. Ko'proq tekshiruv, ko'proq dori, ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Mana shu joyda ziddiyat chiqadi. Bemorning farzandi aytadi: "Onamni shifoxonaga yotqizing, ahvoli og'ir." Shifokor aytadi: "Ko'rsatma yo'q, uyda davolansa bo'ladi." Yoki joy yo'q, yo'llanma noto'g'ri. Avval analiz topshiring. Yoshi katta, operatsiya xavfli deydi. Odamlar esa buni 6 yoshdan keyin davolashmaydi deb qabul qiladi. Ayrim hollarda haqiqatan ham qo'pol munosabat, befarqlik yoki noto'g'ri rad javobi bo'lishi mumkin. Lekin ayrim hollarda shifokor tibbiy xavfni hisobga olib boshqa yo'lni taklif qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun har bir vaziyatni aniq ajratish kerak. Men eng muhim gapni aytaman. Yoshi 6 dan oshgani uchun odamni davolamaslik qonuniy ham, tibbiy ham, insoniy ham emas. Yoshning o'zi rad etish uchun asos bo'la olmaydi. Davolash masalasi yoshga qarab emas, holatga, tashxisga, ko'rsatmaga, xavf foyda nisbatiga qarab hal qilinadi. Agar bemorda infarkt bo'lsa, u 62 yoshda bo'ladimi, 72 yoshda bo'ladimi, tez yordam ko'rsatish kerak. Agar insult belgisi bo'lsa, pensioner ekan deb uyga qaytarish mumkin emas. Agar qandli diabetda koma xavfi bo'lsa, bemorni shoshilinch ko'rish kerak. Lekin agar odamda 10 yildan beri tish og'rig'i bo'lsa va hozir hayotiga xavf yo'q bo'lsa, statsionarga darhol yotqizmasliklari mumkin. Avval ambulator davolash, tekshiruv, reja bilan operatsiya masalasi ko'riladi. Men ko'p murojaatlarda bir xil xatoni ko'raman. Odamlar og'zaki gapga ishonib uyga qaytadi. Qabul qilishmadi. Joy yo'q deyishdi, yoshi katta deyishdi, dori yo'q deyishdi. Lekin qo'lda hech qanday hujjat yo'q. Tibbiyotda esa hujjat juda muhim. Agar sizga rad javobi berilsa, siz og'zaki emas, yozma asos so'rashingiz kerak. Masalan, bemorni statsionarga yotqizish rad etildi. Sababi nima? Qaysi ko'rsatma yetishmayapti? Qaysi tekshiruvlardan keyin qayta murojaat qilamiz? Shu savollarni tinch, lekin qat'iy bering. Birinchi real holatni olaylik. 12 yoshli erkakda ko'krak sohasida og'riq, chap qo'lga tarqalish, sovuq ter, nafas qisishi bor. Oilasi uni poliklinikaga olib boradi. Bu holatda eng to'g'ri yo'l poliklinika navbatida kutish emas. Tez yordam chaqirish, chunki infarkt xavfi bor. Bunday holatda yosh muhim emas, vaqt muhim. 1 soat kechiksa, yurak mushagining bir qismi nobud bo'lishi mumkin. Bemorni EKG qilish, troponin kabi tekshiruvlar, qon bosimini nazorat qilish zarur bo'lsa shifoxonaga olib borish kerak. Agar kimdir yoshi katta uyda yotsin desa, bu xavfli yondashuv. Ikkinchi holat, 71 yoshli ayolda qon bosimi bilik taqsimga vidus boshi og'riyapti, lekin hushida. Nutqi ravon, qo'l oyog'i ishlayapti. Bu ham jiddiy holat, lekin har doim ham statsionar shart degani emas. Shifokor dorini o'zgartirishi, bosimni bosqichma-bosqich tushirishi, analizlar yozishi mumkin. Lekin agar bosim bilan birga nutq buzilishi, yuz qiyshayışı, qo'l uvishishi, ko'rish pasayishi, hushdan ketish bo'lsa, bu insult alomati bo'lishi mumkin va darhol shoshilinch yordam kerak.
Farq mana shunda shikoyatning og'irligi. Belgilar va xavf darajasi hal qiladi. 3-holat 33 yosh ayolda qandli diabet bor. Oyog'ida yara paydo bo'lgan, yara qora tusga kirgan, hid keladi, isitma bor. Bu oddiy yara emas, diabetik oyoq asorati bo'lishi mumkin. Bu holatda vaqt yo'qotish amputatsiyaga olib kelishi mumkin. Bunday bemorni jarroh, endokrinolog, infeksion nazorat kerak bo'lsa ko'rishi zarur. Yoshi o'tgan, bunday yara tuzalmaydi deyish noto'g'ri. To'g'ri davolansa, ko'p holatda oyoqni saqlab qolish mumkin. Lekin bemor ham kechikmasligi kerak. Yodni surtib 2 hafta kutish, keyin shifoxonaga yugurish kech bo'lishi mumkin. 4-holat. 7-6 yoshli odamda tizza bo'g'imi yillar davomida og'riyapti, yurishi qiyinlashgan. Farzandlari darhol operatsiya qilinglar deydi. Shifokor esa yurak, buyrak, qand qon yuvishi, narkoz xavfini tekshirmasdan operatsiya qilmaydi. Bu rad etish emas, xavfsizlik chorasi. Chunki katta yoshdagi odamda operatsiya faqat tizzani almashtirish emas, butun organizm uchun sinov. Agar yurak yetishmovchiligi og'ir bo'lsa, avval kardiologik tayyorgarlik kerak. Agar qon 25-12 bo'lib turgan bo'lsa, avval qonni nazoratga olish kerak. Bu yerda shifokorning vazifasi operatsiya qilmayman deyish emas, qanday shartlar bajarilsa, operatsiya xavfsizroq bo'ladi deb yozma reja berish. Men tomoshabinlarga aniq aytaman. Ayrim belgilar bor. Ular bo'lsa yoshni, navbatni, ish vaqtini kutib bo'lmaydi. Ko'krakda bosuvchi og'riq, nafas qisishi, hushdan ketish, bir tomonda qo'l oyoq kuchsizlanishi, nutq buzilishi, yuz qiyshayishi, qon ketishi, qattiq qorin og'rig'i, siydik chiqmay qolishi, qandli diabetda hush chalkashishi, tana harorati yuqori bo'lib umumiy ahvol yomonlashishi, bosim juda ko'tarilib ko'rish buzilishi bo'lsa, tez yordam chaqirish kerak. Bunday holatda ertalab poliklinikaga boramiz deyish xavfli. Kim vahima qilmasligi kerak. Masalan, qon bosimi yillar davomida bor, lekin hozir ahvol barqaror. Bo'g'im og'rig'i surunkali, lekin isitma. Shish, yering yo'q. Bel og'rig'i bor, lekin oyoqda falajlik, siydik ushlolmaslik yo'q. Ko'z ko'rishi asta-sekin pasaygan, lekin birdan ko'r bo'lib qolmagan. Bunday holatlarda ham davolanish kerak, lekin tartib bilan. Oilaviy shifokor, analizlar, to'rt mutaxassis reja. Vahima qilib shifoxona eshigida janjal qilish o'rniga hujjatlarni to'g'ri tayyorlash natija beradi. Bu yerda men bir nozik narsani aytaman. Ba'zan bemorlar meni shifoxonaga yotqizishsin, shunda tuzalaman deb o'ylaydi. Aslida hamma kasallik statsionarda davolanmaydi. Ba'zi kasalliklar uy sharoitida, poliklinika nazoratida muntazam dori bilan yaxshi boshqariladi. Masalan, qon bosimi dorisini har kuni ichish kerak bo'lsa, 3 kun tomchi dori olib chiqib ketish muammoni hal qilmaydi. Qandli diabetda ham eng muhimi bir marta sistema olish emas, doimiy nazorat, ovqatlanish, oyoq parvarishi. Dori rejimi. Shuning uchun davolash faqat shifoxona yotog'i emas. Davolash bu tashxis, reja, nazorat va javobgarlik. Endi maxfiy buyruq degan gapga kelaman. Men bunday gaplarga juda ehtiyotkor qarayman. Odamlar ko'pincha real muammoni maxfiy buyruq deb tushuntirishga harakat qiladi. Chunki ularga ochiq, tushunarli javob berilmagan. Agar shifokor bemorga sizda statsionar ko'rsatma yo'q, mana mezonlar, mana tekshiruvlar, mana qayta kelish vaqti deb tushuntirsa, shubha kamayadi. Lekin olmaymiz, joy yo'q, yoshi katta deb qo'pol javob berilsa, odamlar darhol tepada shunday buyruq bor ekan deb o'ylaydi. Tibbiyotda yoshi katta bemorlar uchun ba'zi cheklovlar bo'lishi mumkin, lekin ular yosh raqam bilan emas, xavf bilan bog'liq. Masalan, ayrim agressiv kimyoterapiya turlari kesim yoshli yuragi zaif, bu yuragi yomon ishlaydigan bemorga zarar berishi mumkin, lekin bu davolamaymiz degani emas. Bu davolash usulini ehtiyotkor tanlaymiz degani. Ba'zan jarrohlik o'rniga dori, ba'zan umumiy narkoz o'rniga mahalliy og'riqsizlantirish. Ba'zan katta operatsiya o'rniga kichikroq muolaja tanlanadi. To'g'ri, tibbiyotda maqsad faqat umrni uzaytirish emas, hayot sifatini saqlash hamdir. Yana bir nozik jihat, joy yo'q degan javob. Haqiqatan ham ayrim shifoxonalarda o'rinlar cheklangan bo'lishi mumkin. Lekin og'ir, shoshilinch holatda bemorga yordam ko'rsatmaslik mumkin emas. Agar aynan shu muassasada joy bo'lmasa, bemorni qayerga yuborish? Qanday yo'naltirish? Tez yordam orqali qaysi markazga olib borish masalasi ko'rilishi kerak. Bemorni joy yo'q deb ko'chaga chiqarib qo'yish to'g'ri emas. Biroq rejalashtirilgan davolanishda, masalan, bo'g'im operatsiyasi, katarakta tekshiruv uchun yotish kabi holatlarda navbat bo'lishi mumkin. Bu yerda siz navbat raqami, taxminiy muddat, kerakli hujjatlar ro'yxatini so'rashingiz kerak.
Yana bir muammo dori darmon. Ba'zi odamlar 6 yoshdan keyin bepul dori bermas ekan deydi. Bu masala ham kasallik imtiyoz toifasi mahalliy tartib, ro'yxat va shifokor yozgan retseptga bog'liq. Barcha dorilar ham hammaga bepul berilmaydi. Lekin agar bemor imtiyozli toifaga kirsa yoki ma'lum kasallik bo'yicha bepul dori olish huquqi bo'lsa, buni aniqlash kerak. Poliklinikada yo'q deyishsa, qaysi ro'yxat asosida yo'qligini so'rang. Dorixona kelmadi desa, qayd bormi, qachon keladi, muqobil dori bormi, shifokor almashtirib bera oladimi? Shularni yozib oling. Eng ko'p uchraydigan tuzoq bu hujjatsiz yurish. Bemorlar davomida turli shifokorga boradi, lekin qo'lida epikriz yo'q. Analiz natijalari yo'q. Qaysi dori ichgani yozilmagan. Keyin shoshilinch vaziyatda shifokor noldan boshlaydi. 7 yoshli bemor men yurakka dori ichaman deydi. Qaysi dori, necha milligram, kuniga necha marta bilmaydi. Bu juda xavfli. Chunki ayrim dorilar bir-biri bilan to'qnashadi. Bosimni haddan tashqari tushirib yuboradi, qonni suyultiradi. Bu yurakka ta'sir qiladi. Shuning uchun men har bir katta yoshli odamda alohida papka bo'lishini tavsiya qilaman. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak? Birinchi qadam bemorning holatini to'g'ri baholang. Agar hayotga xavf belgilari bo'lsa, tez yordam chaqiring. Telefon orqali aniq gapiring. Bemorning yoshi, asosiy shikoyati, bosi bo'lsa raqami, qand bo'lsa raqami, xushda yoki xushsizligi, qachondan beri davom etayotgani. Onam yomon bo'lib qoldi degandan ko'ra. Onam 6 yoshda nutqi buzildi. O'ng qo'li ishlamayapti, 30 daqiqa bo'ldi. Desangiz, vaziyat aniqroq tushuniladi. Ikkinchi qadam, poliklinika orqali rejalashtirilgan davolanishni to'g'ri yuriting. Oilaviy shifokorga boring. Shikoyatlarni yozdiring, bosim, qand, puls, vazn kabi ko'rsatkichlarni qayd qildiring. Kerak bo'lsa, umumiy qon tahlili, siydik tahlili, biokimyo, EKG, UTT, rentgen yoki boshqa tekshiruvlar yoziladi. Siz shifokordan shuni so'rang. Tashxisimiz nima? Davolash rejasi qanday? Qachon qayta kelamiz? Qaysi belgi bo'lsa tez yordam chaqiramiz? Bu savollar oddiy, lekin juda muhim. 3-qadam, hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, nogironlik hujjati bo'lsa, oldingi epikrizlar, analizlar, tekshiruv natijalari, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati, allergiya bo'lsa, alohida yozuv. Dori ro'yxatini shunday yozing. Nomi, dozasi, kuniga necha marta qachondan beri ichadi. Masalan, amlodipin 5 mg ertalab, metformin 1 mg kuniga 2 marta, aspirin 7-5 mg kechqurun kabi. Shifokor uchun bu ma'lumot oltindek qimmat. 4-qadam, rad javobi bo'lsa, hissiyot bilan emas, tartib bilan harakat qiling. Men sizga tayyor iborani aytaman. Iltimos, bemorni statsionarga yotqizish rad etilgan bo'lsa, rad etish sababini tibbiy hujjatda ko'rsating. Qaysi tashxis bo'yicha, qaysi ko'rsatma yetishmayotgani va keyingi harakat rejasini yozib bering. Buni janjalsiz ayting. Agar siz baqirsangiz, masala hissiyotga aylanadi. Agar yozma so'rasangiz, masala tartibga tushadi. 5-qadam. Muassasa ichida mas'ul shaxsga murojaat qiling. Avval davolovchi shifokor bilan gaplashing. Keyin bo'lim mudiri, keyin bosh shifokor o'rinbosari yoki bosh shifokor qabuliga yoziling. Arizada bemorning familiyasi, ismi, tug'ilgan yili, murojaat sanasi, shikoyat, siz so'rayotgan narsa aniq yozilsin. Masalan, bemorning ahvoli sababli statsionar ko'rik va yotqizish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Yoki rad etish sababini yozma tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizada haqorat, tahdid, uzun emotsiya kerak emas. Aniqlik kuchliroq ishlaydi. 6-qadam, agar haqiqatan ham beparvolik, qo'pol rad etish, shoshilinch yordam ko'rsatmaslik bo'lsa, yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Hududiy sog'liqni saqlash boshqarmasi, tegishli vazirlik ishonch telefonlari, bemor huquqlari bo'yicha mas'ul idoralar, zarur holatda huquqni muhofaza qiluvchi organlar orqali murojaat qilish mumkin. Lekin murojaatingiz kuchli bo'lishi uchun dalil kerak. Sana, vaqt, muassasa nomi, kim qabul qildi, nima dedi, qanday hujjat bor, bemorning holati qanday edi. Bizni qarashmadi degan umumiy gapdan ko'ra, falon kuni soat falonda shunday belgilar bilan bordik, EKG qilinmadi. Yozma rad berilmadi degan ma'lumot ancha kuchli. 7-qadam, ikkinchi tibbiy fikr oling. Ba'zan bir shifokor operatsiya xavfli deydi. Boshqasi tayyorlovdan keyin mumkin deydi. Ba'zan bir joyda joy yo'q. Boshqa markazda imkoniyat bor. Bu shifokorlarga ishonmaslik emas, murakkab holatda qo'shimcha fikr olishdir. Ayniqsa onkologiya, yurak operatsiyasi, insultdan keyingi reabilitatsiya, buyrak yetishmovchiligi, katta jarrohlik,
Qimmat davolashlarda ikkinchi fikr juda muhim. 8-qadam uy sharoitidagi parvarishni ham davolashning bir qismi deb biling. 60 yoshdan oshgan bemorlarda dori vaqtida ichilishi, bosim kundaligi, qand kundaligi, ovqatlanish. Suyuqlik harakat, yiqilishning oldini olish, yotoq yaralarining oldini olish juda katta ahamiyatga ega. Masalan, insultdan keyin bemorni faqat yotqizib qo'yish yetarli emas. Reabilitatsiya, massaj emas. Aynan mutaxassis qilgan mashqlar, nutq mashqlar, yutish xavfsizligi, bosim nazorati kerak. Qandli diabetda esa oyoqni har kuni ko'rish, to'r poyabzal kiymaslik, tirnoqni ehtiyotkor olish. Yara chiqsa darhol shifokorga borish kerak. Men yana bir oddiy, lekin kuchli maslahat beraman. Katta yoshli yaqinlaringiz uchun favqulodda varaqa tayyorlang. Unda ism, familiya, tug'ilgan yil, asosiy kasalliklar, doimiy dorilar, allergiya, yaqin qarindosh telefoni, oxirgi operatsiyalar, yurak stenti yoki protez kabi muhim ma'lumotlar yozilsin. Bu varaqa uyda ko'rinadigan joyda yoki bemorning hujjatlar papkasida tursin. Tez yordam kelganda yoki shifoxonaga borganda vaqt yutadi. Men bugun aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr shuki, 60 yoshdan keyin odamni davolamaslik kerak degan qoida bo'lishi mumkin emas. Yosh davolashdan mahrum qilish uchun sabab emas. Lekin davolash usuli bemorning umumiy holati, kasalligi, xavfi va tibbiy ko'rsatmalarga qarab tanlanadi. Sizning vazifangiz vahima qilish emas, hujjat yig'ish, aniq savol berish, yozma javob so'rash, shoshilinch belgilarni tanish va kerak bo'lsa yuqori tashkilotlarga tartibli murojaat qilish. Agar siz yoki yaqinlaringiz yoshi katta degan bahona bilan davolanishdan qaytarilgan bo'lsa, bu holatni oddiy qabul qilmang. Lekin har bir rad javobini ham darhol fitna deb emas, avval tibbiy asosini so'rab, hujjat bilan tekshiring. Haqiqat ko'pincha aynan hujjatda ko'rinadi. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda 60 yoshdan oshgan bemorlarga munosabat qanday? Shifoxonaga yotqizishda muammo bo'lganmi? Joy yo'q yoki yoshi katta degan javobni eshitganmisiz? Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bunday muhim mavzularni oddiy odam tushunadigan tilda tushuntirishda davom etaman.